Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ozdiradigan nonushta tayyorlaymiz. Uning uchun bizga karom, sir kerak bo'ladi, qirib olingan, 2 ta tuxum, tuz bilan murch kerak bo'ladi. Karomimizni o'zimizga kerakli shaklda to'g'rab olamiz. Karomimizni o'zimizga kerakli shaklda to'g'rab oldik. Endi idishga solib aralashtirib olamiz. Mana karomimizni idishga solib oldik. Endi bunga 2 ta tuxumimizni solamiz. Keragicha tuz bilan murch solamiz. Aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik. Menga 2 ta tuxum kamlik qildi karomimga, yana bitta tuxum qo'shib yubordim. 3 ta tuxum bo'ldi. Endi buni qizib turgan tovada pishirishni boshlaymiz. Bizga 2 osh qoshiq yog' solib qizdirib qo'yganmiz. Endi massamizni solib olamiz. Bir tekis qilib yoyib chiqamiz. Mana bir tekis qilib yoyib oldik. Endi qopqog'ini yopib, o'rtadan pastroq olovda pishirib olamiz. Mana tegi tomoni qizarib oldi. Endi buni o'g'irib olamiz. Endi ikkinchi tomonni ham xuddi shunaqa qizartirib olamiz. Mana quymog'imizning ikkinchi tomoni ham qizarib oldi. Endi sirimizni sepib chiqamiz hamma yog'iga bir tekis qilib. Sirimizni sepib oldik. Endi yarmini ustiga yopamiz. Siri eriguncha 2 minut qoldiramiz qopqog'i yopiq holatda. Quymog'imizning siri erib oldi. Endi idishimizga ko'tarib olamiz. Mana quymog'imizni oralarini ko'rsataman. Sirlari ergan, mana erib turibdi, sirlari mana cho'zilib. Buni bemalol nonushtaga iste'mol qilishingiz mumkin yoki kechki ovqat o'rnida iste'mol qilsanglar, bu sizlarni umuman semirtirmaydi, juda ham foydali bo'lgan nonushta, quymoq retsepti desa ham bo'ladi.